Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. O'zbekiston chempionatining qiziqarli o'yinlaridan biri 15-turning aytish mumkinki, endi hozir milliy chempionatimizda har turda 3 ta, 2 ta markaziy o'yin bo'lib qolyapti. Ularning reytingiga qarab turib va chempionlik kurashidagi jamoalardan kelib chiqib, hozir haligi darajasini sal-pal ajratyapmiz. Markaziy o'yinlardan biri Dinamo Samarqand uyida Farg'onaning Neftchi jamoasini qabul qilyapti va bu uchrashuv juda ham muhim, turnir jadvali e'tibori bilan ham muhim. Dinamo oxirgi 4 ta o'yinda ko'rsatayotgan ajoyib harakatlari evaziga, ayniqsa mana bu yigitning gollar shousini taqdim etayotganini hisobiga bugun yorqin uchrashuv bo'lishga va'da beryapti. Neftchi durangni ta'minlovchi golni kiritdi. Shavkat Nasibullayev xushtagini chalmoqda do'stlar va o'yin boshlandi. Oq libosda Dinamo chap tomonimizda, o'ng tomonda esa Hoji Mirzayev to'pni o'yinga kiritib beradi. Yomon emas, sal qoldi, hammasi o'ylanma. Bejizga hayqirmagan ekan shu himoyachi. Ana sizga voqealar rivoji. Jaloliddin Jumaboyevni ochish shu joyining o'zida to'pni olib qo'yish uchun harakat bo'lmoqda, lekin mana shu fazada hozir hisob ochilishi mumkin. Juda yaxshi imkoniyat. Xurshid G'iyosov na pas bo'ldi, na zarba bo'ldi. Mana shuning o'rtasidagi bir narsa bo'lib to'p maydondan chiqib ketdi. Qarang, bu tomonga hujum avjlangan paytida markazda to'pning yo'qotilishi evaziga farg'onaliklar hujumni rivojlantirib yuborishdi. Marushichning ham oyog'i yetmadi shekilli, zarba bo'lgan ekan. Bu pasmasni ushlab turibmiz. Vaqtini kutyapti chog'i. Mana oralarda mana ko'rdingiz, shu joylargacha ushlab turishgan edi va sal qoldi to'p kirib ketishiga. Nemanov to'pning yo'liga to'g'anoq chiqdi. Marushich esa oxirgi zarbani yo'llay olmadi. Hisob 0-0. Mana G'iyosovga to'pni qanday qoldirganini ko'r. Jamshidni o'ziga oshirib berganda Ehtimmonjonov edi bu yerda. Birinchi bo'lib kim to'p ketib keladi? Yaxshi imkoniyat va darvozabon o'z joyini tark etdi, tushirib qo'ysa bo'lardi. Zo'r imkon va darvozabon joyida. Fenomenal harakat. To'pni yopishtirib oldi o'ziga. Juda yuqoriga chiqib ketgan edi Dinamo Samarqand. Darvozabon o'z joyini tark etib imkon ham berdi qanaqadir ma'noda. O'zining pozitsiyasida o'ynashi mumkin, hujumchi ortiga ham tushishi mumkin. Endi Iskandari bor joylarda emas-ku. Demak, yana bir qora eslatib o'tamiz. Sayfiyev, Farruh hozir G'iyosov bilan o'ynadi. G'iyosovdan zo'r pas bo'ldi va Yovichmidi bu? Zo'r hujumni hozir Dinamo Samarqand bartaraf eta oldi. Offside yo'q edi hech qanaqa va Stefan yana qutqaryapti. Boya ham qutqargan. Jamshid ajoyib daqiqalar. Endi Neftchidan hujum va zo'r uzatma bo'ldi. To'pni Xurshid G'iyosov yaxshi to'xtatib oldi va bu yoqqa Nemanov Sayfning o'yindagi eng chiroyli ko'rinishi.
Abduqulov qiyin vaziyatdan iloj topib chiqib ketdi. Ofsayd yo'q edi. Va G'iyosov to'pni o'ziga yaxshi to'g'rilab oldi. Va raqibini ham yaxshi aldab o'tdi. Bu safar o'tkazib yubordi Sanjar. Bosh. Yaxshi epizod. Va shu joydan zarba yo'llasa bo'ladi. Xurshid G'iyosov. G'iyosov. Bersayfiyev keldi. G'iyosov. Ajoyib. Oxirida darvozabonning oyog'i tegdi shekilli Neymanovni. Qancha deyapti. U Neymanov oyog'iga tegdi nazdimda. Xurshid G'iyosov mana bu joyda bitta harakat bilan aldadi. Mana aytdimi? Shunga e'tiroz bildirdi. To'p olindi. Zo'r hujum, Samarqandning hujumi va darvozabon o'z joyidan tark etdi. Mana bu joyda nima bo'lyapti? Vaziyat hattoki darvozabonning o'z joyini tark etishi ham Dinamo futbolchilarining ustunligini ta'minlaganda, oxirgi zarbani esa aniq yo'llay bilmadi. Katta tezlik bilan endi yurish bo'ldi bu. Mana bu hujumga e'tibor bering, juda sifatli hujum bo'ldi. Va oxirida Firdavs Abdurahmonov darvozabonning ustidan to'pni tushirib qo'ya olmadi. Yaqingina maydonga tushirilgan Jahongirbek bu joyda aqlli o'yin. Holandliklar ikkinchi bo'limda to'p bilan ancha ko'p o'ynashdi. To'p nazoratini ham o'zlari tomonga og'dirib olishdi. Nimadir bo'ldi shekilli. VAR ko'rishi ham mumkindir balkim. Sariq kartochka ko'rsatildi. Nima qildim deyapti hozircha Po'latov. Lekin biz takroriy lavhani o'zi nima bo'lganini bilishimiz kerak-ku bu yerda. Har ehtimolga qarshi sariq ko'rsatib qo'yyapti menimcha Shavkat Nasibullayev. VAR bilan gaplashyapti. Hali rang o'zgarib ham ketishi mumkin kartochkani. Futbolchilarning holatidan kelib chiqib aytyapmiz hali. Neft futbolchilari Shavkat Nasibullayevni o'rab olishgan. Mana bu joyda ko'ra bu yerda endi juda qizil kartochkaga tortmaydi-yu. Mana bu ushlangan kadrdan kelib chiqargan bo'lsak. Lekin sariq kartochka to'g'ri ko'rsatadi. Qodirqulovning yuziga tirsak bilan urilgan. Hali o'zidan chiqarib yuborish uchun qilgan. Mana ko'rdingiz. Izzatilla Po'latov raqibiga VARga borar ekan. Demak, qizilga tortishi mumkin. VARdagilar chaqirishyaptimi? Bu yerda qasddan harakat bor bo'lishi ham mumkin. Buni endi hakamning hukmiga qoldiramiz. Oxirgi daqiqalarda Neftchi bir kam o'yinchi bo'lib qoladigan ersa tomoshani ko'ring. Mana bu sekinlashtirilgan kadrda endi faqat shu kadrni ko'ryapti. Yana boshqa joydan ushlangan bo'lsa, sal boshqacharoq xulosa beradi. Mana bu kadr ko'proq oydinlik kiritadi menimcha Shavkat Nasibullayev uchun. Hakam boshqa tomonga qarab turgan ekan o'sha paytda. Demak, kutib qolamiz. Bo'ldi, davom etamiz. To'g'ri, ozgina tortmaydiganroq edi.
Ammo bitta hujumga aynan farg'onaliklarda imkoniyat bor. Alisher Odilov, Alisher. Xo'sh. Peritsa ham ochilyapti. Mana bu tomonda Alisher nima qildi? Hakam hozir hushtaginchalik yuborishi mumkin. Qo'shib berilgan 4-daqiqa o'tib bo'ldi va uzatma va bo'ldi. Hushtak chalindi. 0-0. Neftchi ochko yo'qotyapti. Dinamo ham ochko yo'qotyapti. Bunday qarasak oxirgi daqiqalarni. Bundan esa nisbatan Andijonda ochko yo'qotgan Paxtakor manfaatdor bo'lyapti. Yutyapti deya olmaymiz, chunki o'zi ham turdi yutmagandan keyin mana Abramov va uning jamoasi chempionga qarshi munosib o'yin ko'rsatib berdi va hatto o'yinning oxirgi daqiqalarida urib ham ketishi mumkin edi. Ikkalasi ham bemalol o'yindan chiqib, biz bugun yutsak bo'lardi deya oladi, chunki vaziyatlar bisyor bo'ldi, foydalana olishmadi. Shavkat Nasibullayev uchrashuvni yaxshi boshqardi. Hozir har qancha e'tiroz bildirishmasin, borib nimadirlar gapirishmasin, ritmni ushlab turdi. Mayli endi bo'lib turadi. Qo'shib berilgan daqiqalar xususida menimcha tortishuv ketyapti. Biz esa reportajimizni ayni mana shu soniyalarda yakunlaymiz. Kamina Xayrullo Hamidov xizmatingizda bo'ldim. Farg'onalik va samarqandlik muxlislarni bo'lib berilgan bir ochko bilan tabriklaymiz. Ko'rishguncha.